Jamiyatning rivojlanishiga to'siq bo'ladigan eng katta illatlardan biri bu poraxo'rlik, ya'ni korrupsiyadir. Har ishni xamirdan qil sug'urgandek hal qilishni ko'zlab pora tutgan qo'llar jamiyatimizda bor ekan, korrupsiyaga qarshi kurashda doimo to'siq bo'laveradi. Poraxo'rlik joy tanlamaydi, soha tanlamaydi. Afsuski, bu holatni insonlarning hayot xavfsizligi muhim hisoblangan yo'l harakati sohasida ham tez uchratamiz. Ayrim mas'uliyatsiz insonlar ayblarni qing'ir yo'llar bilan yopishga harakat qilishadi. Lekin kasbiga sodiq, vijdonli xodimlar bor ekan, bu kabi kimsalar o'z domlariga o'zlari tushib qolaveradilar. Hozirgi lavhada shu haqda so'z boradi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriyat amaliyot markazi inspektori, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, unda joriy yilning 15-may kunidagi kunduzgi reyd tadbiri davomida fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli davlat raqam belgili avtomashinasini mast holda boshqarib kelayotganligi holatini aniqlab, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131 moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, huquqbuzar o'ziga nisbatan boshqa yengilroq choraga o'zgartirib berish va avtomashinasini jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga pora tariqasida 1000 AQSh dollarini pora tariqasida pullarni taklif qilib kelayotganligini bildirib, fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'raydi. Inspektorning bildirgisiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Shahrisabz shahar bo'limi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda 16-may kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro ma'muriy amaliyot markazi inspektoriga 1000 AQSh dollarini bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib, protsessual hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Shahrisabz shahar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjudligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijodiy jamoamiz bilan tayyorlab sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.